Hozir do'konimizda Momko'zi brendiga tegishli mahsulotlarimizni sizlarga ko'rsatib ketaman. Ko'rishinglar mumkin. Hamma narsalarni imенно bizning do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Shundoq kelasizlar-da, hammasini bitta qilib olib ketasiz. Umuman hech qayerdan yana qidirib yurmaysizlar. Ko'rishinglar mumkin. Bu tarafda shotka naborlarimizda bor. Butilka tozalash uchun eng kayfli Momko'zi brendini menimcha ishlatgan onajonlarimiz juda ham yaxshi bilsa kerak. Aspiratorlarimizda farzandingizni burnini tozalash uchun shunaqa ingalyatsion taraflari ham bor. 2 в 1 bu juda ham qulaygina. Bu tarafda tirnoq olish uchun apparatlarimiz bemalol buni farzandinglar uchun 0 dan boshlab ishlatsanglar bo'ladi. Bilasizlar, chaqaloqlarning tirnoqlari juda ham nozik bo'ladi. Imенно shundan foydalansanglar bo'ladi. Beli shumlarimizni ikki xil modellaridan bor. Bults orqali ishlaydi. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli dizaynlarda do'konimizdan kelib eng zo'r narxlarda bemalol xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Termometrlarimizda ko'rib turganingizdek bu apparatimizda farzandingizni badaniga qo'yganingizda haroratini o'lchab turuvchi apparatlarimizda salfetka isitadigan apparatlarimiz ham do'konimizda bor. Ko'pchilik onajonlarimiz so'rashgan ekan, bemalol kelib eng zo'r narxlarda hamma mahsulotlarimizni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Naborlarimizda qaranglar, kichkinasi va kattasi bor. Bu tarafda shotka deysizlarmi, taro deysizlarmi, aspirator deysizlarmi, hammasi bittida bo'ladi. Kichkinasi va kattasi. Narxlarini bo'lsa bemalol direktdan skrinshot qilib tashlab so'rab olsanglar ham bo'ladi. Bu tarafda termizlarimizda ko'rishinglar mumkin. Naborimizdan yana ham kichkina variantlarda sotuvda bor. Eng zo'r narxlarda do'konimizdan kelib bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotimizni topib xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hammanglarni kechki 20:00 gacha do'konimizda kutib qolamiz.